Brazzer, Hola bay. assalomu alaykum. Va alaykum Sizni bir assalom. daqiqa mumkinmi? Albatta. Nima maqsadda kitob ko'tarib olgansiz? Men bu kitoblarni o'qish orqali o'z bilimlarimni shakllantirib boraman va bu bilimlarimni hayotda tatbiq qilishga harakat qilaman. Qanaqa ilm olasiz o'zi? Xo'p, men o'zimga foydali bo'lgan barcha ilmlarni olishga harakat qilaman va hozirgi kunda SAT fani bo'yicha shug'ullanyapman. Kelajakda shu fanni dars beraman inshaalloh. Insonlarga qanaqa ilm olish kerak? Sizni fikringizcha? Xo'p, insonlar ham diniy, ham dunyoviy va insonlarga va jamiyatga foydali bo'lgan va o'zlari qiziqqan bilim olishsa yaxshi bo'lardi. Nima uchun? Chunki insonni faqat ilm yuksaltiradi, ilmsiz inson yuksala olmaydi va ilmsiz insonni qadr qimmati ham bo'lmaydi va yana jamiyatda o'z o'rnini topish uchun albatta ilm kerak. Ha, Brazzer, to'g'ri aytasiz. Ilm olayotgan yoki ilm olmoqchi bo'lganlarga nima maslahat bera olasiz? Siz blogersiz, a? Ha, Shu videoni ilm olayotgan yoki ilm olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'ying. rahmat.